Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan doktor Stem. Navbatdagi mavzuyimiz iris sistemasi farmakologiyasi. Iris sistemasi farmakologiyasi ikki qismdan tashkil topgan. Diuretiklar va renin angiotensin aldosteron sistemasiga ta'sir ko'rsatuvchi dori vositalaridan. Xo'p, unda boshladik. Diuretiklar bular asosan siydik haydovchi dori vositalari hisoblanadi. Diuretiklar ta'sir mexanizmini ko'rishimizdan oldin buyrakda struktur birligi hisoblangan nefron bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, nefron nimalardan tashkil topgan? Nefron glomerular kaptokcha, proksimal kanalcha, gelli qo'zg'olon pastga tushuvchi qismi, gelli qo'zg'olon yuqoriga ko'tariluvchi qismi, distal kanalcha va yig'uvchi naychalardan tashkil topgan. Xo'p, diuretiklar ta'sir etish lokalizatsiyasiga ko'ra guruhlarga bo'lib chiqamiz. Dastlabki guruhimiz proksimal kanalchalarga ta'sir ko'rsatuvchi diuretiklar. Bularga asosan kiradi mannitol va istazolamid. Bular qanday ta'sir ko'rsatadi desa, gidrokarbonat va natriy yo'llariga ta'sir ko'rsatish orqali o'zi bilan suvni birgalikda tortib chiqib ketib, natijada diuretiklik xususiyatini namoyon qiladi. Keyingi guruhimiz bo'lsa, gelli qo'zg'olon yuqoriga ko'tariluvchi qismiga ta'sir ko'rsatuvchi diuretiklar. Bularga eng ko'p qo'llaniladigan loop diuretiklar, ya'ni qo'zg'olon diuretiklari kiradi. Bular qanday ta'sir ko'rsatadi desa, gelli qo'zg'olonni ko'tariluvchi qismidagi natriy kaliy xlor iollarini qayta reabsorbsiyasini bloklash orqali o'zini effektini namoyon qiladi. Xo'p, keyingi guruhimiz bo'lsa, distal kanalchalarga ta'sir ko'rsatuvchi diuretiklar kiradi. Bularga asosan tiazid diuretiklari. Bular qanday ta'sir ko'rsatadi desak, distal kanalchalardagi natriy va xlor iollarini qayta reabsorbsiyasini bloklash orqali ta'sir ko'rsatadi. Keyingi diuretiklarimiz asosan yig'uvchi naychalarga ta'sir ko'rsatuvchi diuretiklar. Bular kaliy saqlovchi diuretiklar hisoblanadi. Bular ta'siri asosan yig'uvchi naychalardagi kaliy va vodorod iollariga ta'sir ko'rsatish orqali o'zini effektini namoyon qiladi. Bularni barchasini bir boshdan ko'rib chiqamiz. Xo'p, dastlabki guruhimiz mannitol dedik. Mannitol bu osmotik aktiv diuretik hisoblanadi. Xo'p, mexanizmiga keladigan bo'lsak, bu asosan 6 atomli spirtdan tashkil topganligi uchun o'zini osmotiklik xususiyatini namoyon qiladi. Ya'ni bu qonga tushadi. Qonga tushgandan so'ng o'ziga to'qimalardan suvni tortishni boshlaydi. Natijada qonda gipervolemiya kuzatiladi. Qonda gipervolemiya kuzatilishi qonda hajmi ko'payadi, ya'ni suyuqlik hajmi ko'payadi. Suyuqlik hajmi qancha ko'payadigan bo'lsa, qon aylanishi shuncha ko'payadi. Natijada buyraklarga boradigan vas efferensga qon shunchalik ko'p keladi. Natijada filtratsiya ko'payadi. Filtratsiya ko'payish natijasida esa resorsiya ham ko'payadi. Natijada diurez ortadi. Xo'p, klinik ishlatilishi. Klinik ishlatilishiga keladigan bo'lsak, bu asosan dorilardan zaharlanishlarda ishlatiladi. Xo'p, dorilardan zaharlanishda qanday ishlatiladi deydigan bo'lsak, asosan dori qonga tushadi. Qonga tushgandan keyin to'qimalardan suvni o'ziga tortadi. Natijada gipervolemiya kuzatiladi dedik. Xo'p, gipervolemiya kuzatilgandan keyin dorilarning konsentratsiyasi ma'lum bir miqdorda kamayadi va diurez bo'lib tashqariga chiqib ketadi. Xo'p, keyingi ishlatilishi intrakranial va intraokulyar bosimlarda ishlatiladi. Ya'ni miya ichki va ko'z ichki bosimlarni tushirish maqsadida ishlatiladi. Xo'p, nojo'ya ta'sirlari. Nojo'ya ta'sirlari barcha diuretiklarda eng ko'p nojo'ya ta'sirlari degidratatsiya bo'ladi. Ya'ni bu ko'p miqdorda suyuqlik yo'qotilishi hisobiga kelib chiqadigan nojo'ya ta'sir hisoblanadi. Xo'p, undan keyingi nojo'ya ta'sirlari giponatremiya yoki gipernatremiya holatlari kuzatilishi mumkin. Sabab qonga tushyapti. Qonga tushgandan keyin yana to'qimalarga suv o'tyapti. Natijada natriylarning konsentratsiyasi qonda ma'lum bir miqdorda kamayyapti. Bu giponatremiyaga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, keyingi nojo'ya ta'siri pulmonar edema, ya'ni buyrak kasalliklarida bu mannitol kabi osmotik diuretiklarni bermaymiz. Chunki buyraklardagi struktur birlik alveollarda strukturasi buzilish natijasida alveola bo'shlig'iga mannitol kabi dori vositalari qon orqali o'tadi. Natijada alveolada endi bu osmotik aktiv bo'lganligi uchun o'ziga suv tortadi. Natijada ularda suv to'planib o'pka holatlariga olib kelib qo'yishi mumkin. Xo'p, keyingi ishlatilmaydigan narsamiz bu anuriyalarda ishlatmaymiz. Chunki buyrak kasalliklarida, ya'ni anuriya holatida o'zi siydikda chiqarilishi kam bo'lyapti. Buyrakka nagruzka berish orqali biz uni battar qiynab qo'yishimiz mumkin. Shu holatlarda ishlatilmaydi va yurak yetishmovchiligida ishlatilmaydi. Xo'p, keyingi ko'rib chiqadigan diuretikimiz, bular ham
proksimal kanalchalarga ta'sir ko'rsatuvchi diuretiklardan astezolamid hisoblanadi. Astezolamid ta'sir etish mexanizmiga ko'ra karbonhidrazani ingibitori hisoblanadi. Xo'p, karbonhidrazani ingibirlash orqali qanday o'zini effektini namoyon qiladi deydigan bo'lsak, bu asosan sidik bo'shlig'i, ya'ni sidik deydigan bo'lsak, bu qon oqimi hisoblanadi. Bu proksimal kanalcha. Xo'p, buni ko'rib chiqdik. Endi astezolamid ta'siriga ko'ra karbonhidraza ingibitori ekan. Karbonhidrazani ingibirlash natijasida asosan sidikda gidrokarbonat va natriy yo'llari birgalikda qo'shiladi. Gidrokarbonat va natriy yo'llari to'planish natijasida ular o'ziga suv tortadi. Natijada suvni reabsorbsiyasi kamayib ketib, o'zini diuretiklik xususiyatini namoyon qiladi. Xo'p, klinik ishlatilishiga keladigan bo'lsak, klinik ishlatilishi glaukomada ishlatiladi. Xo'p, glaukoma nima? Glaukoma ko'z ichki bosimini oshishi. Shu holatlarda astezolamid berish orqali ma'lum bir miqdorda tushirishimiz mumkin. Keyingi ishlatilish holati metabolik alkalozda ishlatiladi. Xo'p, nima degani o'zi metabolik alkaloz? Metabolik alkaloz bu qonda ishqoriy muhitni hosil bo'lishi. Ya'ni qonda ishqoriy muhit hosil bo'lsa, metabolik alkaloz bo'ladi. Biz astezolamid berish orqali qonda endi kislotali muhit hosil qilib, buni neytrallashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni qanday kechadi bu jarayon desak, sidikda gidrokarbonat yo'llari ko'payyapti. Demak, bu degani qonda vodorod ionlari miqdori ortadi. Xo'p, bunda asosan biz astezolamid bersak, qonda vodorod ionlari miqdori ortish hisobiga kislotalikni namoyon qiladi va metabolik alkaloz holatini neytrallab beradi. Xo'p, keyingi ishlatilishi bo'lsa, idiopatik intrakranial gipertenziyalarda ishlatiladi. Ya'ni noma'lum sababdan kelib chiqqan bosh miya ichki gipertenziyasi, ya'ni bosimini ortish holatlarida ishlatiladi. Nojo'ya ta'sirlarga keladigan bo'lsak, nojo'ya ta'sirlari asosan proksimal renal tubulyar atsidozga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Undan tashqari paresteziyalarga sabab bo'ladi. Paresteziya asosan bu sezuvchanlikda yo'qolishi yoki bo'lmasa buyraklardan ammiakni miqdorini chiqarilishi kamayib ketishi orqali ammiakdan zaharlanishga olib kelib qo'yishi mumkin. Yoki bo'lmasa turli xil allergik reaksiyalarga sababchi bo'lishi mumkin yoki gipokalemiyaga sabab bo'ladi. Xo'p, gipokalemiyaga sabab nimada? Gipokalemiyaga sabab bizda asosan proksimal kanalchalarda ko'p miqdorda natriy yo'llari ekskretsiya bo'lyapti. Natriy yo'llari ekskretsiya bo'ladi va genli qo'zg'olon pastga tushuvchi qismi, genli qo'zg'olon yuqoriga ko'tariluvchi qismiga yetib borib, oxiri yig'uvchi naychaga borganda aldosteron degan moddamiz bor. Aldosteron bu nima qiladi? Bu asosan yig'uvchi naychadagi natriy yo'llarini qonga o'tkazdirib beradi. Kaliy yo'llarini bo'ladigan bo'lsa, sidikka o'tkazdirib yuboradi. Xo'p, natijada endi bizda natriy yo'llari ko'p miqdorda qonga o'tish natijasida, kaliy yo'llari sidikka chiqib ketish natijasida gipokalemiyaga sababchi bo'lyapti. Astezolamid asosan 250 mg tabletkada chiqadi. Savdodagi nomi Diakarb deb chiqishi ham mumkin. Keyingi diuretiklarimiz. Bular qo'zloq diuretiklari. Bularga kiradi furosemid, bumetanid, tarsemidlar kiradi. Asosan bular mexanizmiga ko'ra sulfonil mochevina guruhiga kiradi, ya'ni o'zining tarkibida sulfonilamidlar saqlaydi. Xo'p, bular qatga ta'sir ko'rsatadi desak, genli qo'zg'olon yuqoriga ko'tariluvchi qismiga ta'sir ko'rsatadi. Bular genli qo'zg'olon yuqoriga ko'tariluvchi qismida natriy kaliy xlor ionlarini qayta reabsorbsiyasini bloklash orqali o'zining ta'sirini namoyon qiladi. Xo'p, bu qanday namoyon bo'ladi? Bularni ko'rib chiqamiz. Genli qo'zg'olon yuqoriga ko'tariluvchi qismida bizda kaliy xlor natriy iollari qayta reabsorsiya bo'ladi. Endi shu loop diuretiklari xuddi shu jarayonni bloklab qo'yadi. Natijada natriy kaliy xlorlar sidikda miqdori ko'payib, o'ziga suv tortadi. Chunki natriylar osmotik aktiv moddalar. O'ziga suv tortish natijasida diurez ortadi.
keyingi effektini ko'radigan bo'lsak, prostaglandin E miqdorini oshirib beradi qo'zloq diuretiklari. Natijada vas efferensda vazodilatatsiya kuzatiladi. Vas efferensda vazodilatatsiya kuzatildi degani bu vas efferensga ko'p miqdorda qon kelyapti degani. Ya'ni vas efferensda bo'shash kuzatilyapti. Natijada ko'p qon kelyapti, filtratsiya kuchayyapti, diurez ortyapti. Klinik ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Yurak yetishmovchiligida ishlatiladi, sirrozlarda ishlatiladi, nefrotik sindromlarda ishlatiladi, turli o'pka kasalliklarida ishlatiladi, gipertenziya, arterial bosim ortishida ishlatiladi, giperkalsiyada ishlatiladi. Xo'p, giperkalsiyada nimaga ishlatiladi deyishimiz mumkin. Bu natriy kaliy xlor ionlariga ta'sir ko'rsatyapti, giperkalsimiya, ya'ni kalsiylarga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin degan savol tug'ilishi mumkin. Buni ko'rib chiqamiz. Bizda genli qo'zg'olonning yuqoriga ko'tariluvchi qismida parasellyular yadrolar joylashgan, ya'ni parasellyular transportyorlar. Bular asosan nima qiladi? Magniy va kalsiyni qayta reabsorsiyasini ta'minlab berish vazifasini bajaradi. Endi qo'zg'oloq diuretiklari xuddi shu jarayonni bloklash orqali natijada magniy va kalsiylar qonga kam miqdorda o'tadi va siydikda miqdori oshadi. Natijada giperkalsimiya holatida kalsiylarda qonda kamayishiga sababchi bo'lib qoladi. Shu orqali ishlatishimiz mumkin. Xo'p, nojo'ya ta'sirlariga keladigan bo'lsak, nojo'ya ta'sirlari bizda mnemonikamiz bor, OH-DAIN degan. Xo'p, bir boshdan ko'rib chiqamiz. O harfiga. O harfiga atotoksiklik ta'sir, ya'ni quloqda turli xil zararlanishlarga olib kelib qo'yishi mumkin. Keyingisi G harfi gipokalemiya bo'lishi mumkin. Biz aytdik, qo'zloq diuretiklari natriy kaliy xlor ionlarini bloklab qo'yish orqali kaliylarni ko'p miqdorda tashqariga chiqarib yuboradi. Natijada gipokalemiyaga sababchi bo'lib qoladi dedik. Gipomagnezimiya paraselyular transportyorlardan magniylarni qayta reabsorsiyasini bloklab qo'yish orqali qonda magniylarni miqdorini kamayishiga olib kelib qo'yadi dedik. Xo'p, keyingi nojo'ya ta'sirimiz degidratatsiya. Ya'ni bu barcha diuretiklar uchun xos, ya'ni suvsizlanish. Keyingi nojo'ya ta'sirlarimiz allergik reaksiyalar. Allergik reaksiyalar, ya'ni bu dorilarni qilishdan oldin biz har doim bemordan so'rashimiz kerak. Bunga nisbatan reaksiya bormi yoki yo'qligini bilishimiz kerak. Keyingi nojo'ya ta'sirlarimiz metabolik alkalozga sababchi bo'lishi mumkin. Xo'p, metabolik alkalozis degani o'zi nima degani? Qonda ishqoriy muhit hosil bo'lishi. Xo'p, bu asosan siydik bo'shlig'i, ya'ni qon. Bu asosan to'qima. Xo'p, to'qimalarda bizda kaliy bor, bunda esa vodorod bor. Bizda nima bo'ldi? Kaliylar miqdori qonda kamayib ketdi. Kaliylar miqdori qonda kamayib ketganligi uchun to'qimaga nima qiladi? Kaliylar o'tishni boshlaydi. To'qimadan qonga kaliylar o'tishni boshlaydi. Vodorodlar nima qiladi? Vodorodlar bo'lsa to'qimaga o'tishni boshlaydi. Ya'ni vodorod va kaliy kotransportyorlari orqali almashinish bo'ladi. Kompensatsiya. Natijada endi qonda vodorod miqdori kamayib ketdi. Vodorod miqdorining kamayishi metabolik alkalozga sababchi bo'lib qoladi. Bu nojo'ya ta'sir hisoblanadi. Turli xil nefritik sindromlarga keltirib chiqarishi mumkin yoki gout. Bu asosan podagraga sababchi bo'lishi mumkin. Podagraga sabab bu asosan siydik kislotani ekskretsiyasini bloklab qo'yish orqali namoyon bo'ladi. Natijada qonda siydik kislota miqdori ortib ketadi. Ular natriylar bilan qo'shilib, natriy urat tuzlarini hosil qiladi va podagraga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, keyingi diuretikimiz bu asosan etokrin kislota hisoblanadi. Etokrin kislota ham xuddi qo'zloq diuretiklari kabi genli qo'zloqning yuqoriga ko'tariluvchi qismiga ta'sir ko'rsatadi. Xo'p, bulardan farqi nima deydigan bo'lsak, bu nosulfanilamid guruhiga kiradi. Ya'ni sulfanilamid guruh o'zida saqlamaydi. Bular ham xuddi shunaqa genli qo'zloqning yuqoriga ko'tariluvchi qismidagi natriy kaliy xlor ionlarini qayta reabsorsiyasini bloklash orqali o'zini ta'sirini namoyon qiladi. Natijada natriy kaliy xlor ionlari siydikda miqdori ortadi, o'ziga sut tortadi, diurez ortadi. Klinik ishlatilishga keladigan bo'lsak, qachonki qo'zloq diuretiklarida allergik reaksiyalar kuzatiladigan holatlarda
biz etakrin kislotani ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Asosan chiqarilish shakli 25 mg tabletka holatda chiqariladi. Nojo'ya ta'sirlari bo'ladigan bo'lsa, bu ham xuddi shunaqa atotoksiklik ta'siri bor, ya'ni furosemid, bumetamid, tarsemid kabi atotoksiklik xususiyatini namoyon qiladi. Ya'ni dang pnevmonikasida nimalar kelib chiqqan bo'lsa, bunda ham xuddi shu holatlar, nojo'ya ta'sirlar kuzatilishi mumkin. Keyingi diuretiklarimiz asosan bular tiazid diuretiklari. Bularga kiradi gidroxlortiazid, xlortalidon, metalazon kiradi. Xo'p, bular qanday ta'sir ko'rsatadi desak, bular distal kanalchalarga ta'sir ko'rsatadi. Xo'p, distal kanalchalardagi natriy xlor reabsorpsiyasini bloklab qo'yish orqali o'zining ta'sirini namoyon qiladi. Xo'p, bu qanday kechadi desak, distal kanalchalarda natriy va xlor iollari reabsorsiya bo'ladi. Shu jarayonda bloklab qo'yish orqali endi natriylar sidikda ko'payadi. Sidikda ko'payish natijasida o'ziga suv tortadi. Natijada diuretiklik xususiyatini namoyon qiladi. Keyingi mexanizm bo'lsa, kalsiylar ekskretsiyasini kamaytirib beradi. Kalsiylarda ekskretsiyasini kamayishi bo'ladigan bo'lsa, qonda kalsiy miqdori ortadi. Xo'p, klinik ishlatilishi. Gipertenziyalarda ishlatamiz. Qon bosimi oshganda, yurak yetishmovchiligida, idiopatik giperkalsiuriyalarda ishlatamiz. Xo'p, natijada ko'p miqdorda kalsiylar chiqib ketaveradi. Biz tiazid diuretiklarni berish orqali kalsiylarni qonda saqlab qolyapmiz, chunki ekskretsiyasini kamaytirib beryapti. Nefrogenik diabetik insipidusda, ya'ni qansiz diabetda buyrak shaklida ishlatishimiz mumkin. O'zi qansiz diabetda bemor klinikasida 18-20 litrgacha bir kunda diurez qiladi. Endi diuretiklardan aynan tiazid diuretiklari o'zini diuretiklik xususiyatini namoyon qilmaydi-da. Shu qansiz diabetda buyrak shaklida 18-20 litrgacha diurez bo'lmaydi. Natijada diurezni kamaytirib berish mexanizmini namoyon qiladi. Ya'ni buni mexanizmi to'liq o'rganib chiqilmagan hali. Osteoporozlarda ishlatamiz. Osteoporozda nimaga ishlatyapmiz? Osteoporozda asosan bizda qonda kalsiy miqdorini oshirib beryapti. Osteoporozda nima bo'lardi? Asosan kalsiylar miqdori kamayganligi uchun suyaklarda yemirilish kuzatilardi. Endi biz kalsiylarni ekskretsiyasini bloklab qo'yishimiz orqali qonda kalsiyni ko'paytiryapmiz. Qonda kalsiyni ko'payishi orqali natijada suyaklarda yemirilishlar kamayyapti. Nojo'ya ta'sirlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, nojo'ya ta'sirlari asosan gipokalemiya bo'ladi. Xo'p, gipokalemiyaga bo'lishiga sabab nima dedik? Ya'ni bular asosan kaliylarga ta'sir ko'rsatmaydi-yu deyishimiz mumkin. Kaliylarga ta'sir ko'rsatmaydi. Yuqorida gaplashganimizdek, bizda nima bor edi? Distal kanalchalarda, asosan distal kanalchalarda natriylar miqdori ortyapti. Distal kanalchalarda natriy miqdori ortyapti. Endi yig'uvchi naychalarga kelganda bizda aldosteron bor edi. Aldosteron vazifasi nima edi? Aldosteron vazifasi asosan sidikdan qonga natriyni olib qolish edi. Kaliyni bo'lsa chiqarib yuborish edi sidikka. Natijada gipokalemiyaga sababchi bo'lib qolyapti. Ya'ni sidikda kaliylar miqdori ko'p miqdorda oshib ketib, chiqib ketyapti. Qonda esa kamayyapti. Xo'p, metabolik alkalozga olib keladi. Ya'ni qo'ziloq diuretiklarni ham ko'rdik. Metabolik alkalozga olib kelyapti. Sabab kaliyni miqdori qonda kamayishi dedik. Giponatremiyaga olib keladi. Ya'ni natriylarda ko'p miqdorda sidik orqali chiqib ketish hisobiga. Xo'p, giperglikemiyaga olib keladi. Giperglikemiyaga olib kelishiga sabab bular asosan glyukozani ekskretsiyasini bloklab qo'yadi. Ya'ni bularni qachon ishlatmasligimiz kerak ekan? Qandli diabeti bor bemorlarga asosan tiazid diuretiklarda buyurmaslik kerak. Sabab qonda glyukoza miqdorini oshirib yuboradi. Giperlipidemiyada ishlatmaymiz. Ya'ni nojo'ya ta'sirlari bu giperlipidemiya. Bu asosan yog'larda sidik orqali chiqarilishini bloklab qo'yadi. Giperurikemiyalarda ishlatmaymiz. Giperkalsemiyada ishlatmaymiz. Sabab nima qiladi? Kalsiylarda miqdorini battar qonda orttirib yuboradi. Turli xil allergik reaksiyalarga sababchi bo'lishi mumkin.
keyingi diuretiklarimiz bular asosan kaliy saqlovchi diuretiklar hisoblanadi. Kaliy saqlovchi diuretiklarga spironolakton, eplerenon, amilorid, triamtrinlar kiradi. Ularning mexanizmini ko'rib chiqadigan bo'lsak, asosan bular yig'uvchi naychalardagi aldosteron retseptorlarini bloklab qo'yish orqali o'zini xususiyatini namoyon qiladi. Xo'p, aldosteronlar qanday ta'sir ko'rsatadi deydigan bo'lsak, aldosteron retseptorlarini ingiberlash orqali o'zini xususiyatini namoyon qilyapti. Xo'p, buni ko'rib chiqamiz. Aldosteronlar o'z navbatida yig'uvchi naychalarda aldosteron retseptorlariga ta'sir ko'rsatadi. Natijada 3 ta natriy qonga o'tadi. Kaliylar bo'lsa siydikka o'tadi. Shu orqali o'zini ta'sirini namoyon qilib turadi. Endi bu kaliy saqlovchi diuretiklar keladida mana shu jarayonni bloklab qo'yadi. Shu jarayon bloklanishi natijasida esa natriylarimiz siydikda ko'payadi, kaliylarimiz esa qonda ko'payadi. Shu orqali o'zining xususiyatini namoyon qiladi. Klinik ishlatilishi bo'lsa, giperaldosterinizmda ishlatiladi. Ya'ni aldosteron miqdori oshib ketganda kaliy saqlovchi diuretiklar berish orqali aldosteron retseptorlarini bloklab qo'yishimiz mumkin. Yoki yurak yetishmovchiligida, gepatitlarda, spironolaktonda ishlatsak bo'ladi. Yoki yana nefrogenik diabetik insipidus, qandsiz diabetda buyrak shakllarida ham ishlatishimiz mumkin. Bundan tashqari bular spironolakton, aynan kaliy saqlovchi diuretiklardan spironolakton antiandrogenlik, ya'ni androgenlar miqdorini kamaytirib beradi. Nojo'ya ta'sirlariga keladigan bo'lsak, asosan giperkalemiyaga sababchi bo'ladi. Nimaga dedik? Ya'ni qonda kaliy miqdorini oshirib yuborishi mumkin. Xo'p, keyingi nojo'ya ta'siri bo'lsa, ginekamastiyaga sababchi bo'lishi mumkin. Erkaklarda sabab bu antiandrogenlik effektini namoyon qilyapti. Ya'ni nima bo'lyapti? Androgenlar miqdori kamayib ketyapti. Androgenlar miqdori kamaydigan bo'lsa, bizda ginekamastiya kelib chiqadi. Metabolik asidozga sababchi bo'lyapti. Metabolik asidoz biz ko'rdik. Tiazid diuretiklari, loop diuretiklari, ya'ni qo'zloq diuretiklari metabolik alkalozga sabab bo'ldi. Endi kaliy saqlovchi diuretiklar nimaga metabolik asidozga sabab bo'layotganini ko'rib chiqamiz. Bizda qonda endi kaliy ko'p, to'qimada bo'lsa, vodorod yo'llari ko'p. Xo'p, endi nima bo'ladi? Endi bular kaliylar ko'p bo'lganligi uchun to'qimaga o'tadi, vodorodlar bo'lsa qonga o'tadi. Natijada qonda vodorod yo'llari miqdori oshadi. Qonda vodorod yo'llarini oshishi metabolik asidozga sabab bo'ladi. Salomat bo'linglar do'stlar, sizlar bilan doktor Stim bo'ldi.